Güzelim bu gece men bilan qoling, güzel tun bizlarni yutib ketadi. Hammasi maftunkor bo'lar ishoning, hammasi lahzada. Ha, hoji bola, endi keldingizmi? Yo'q, men bitta narsaga hayron qolaman-da. Ha. Ba'zi bir bolalar bundoq qilib toshag'ini ko'tarolmasdan qaynoqatasini puliga yashab yotadi-da. Ha. Sen mana bu 6 kilo narsani qanaqa ko'taribsan? Shekil savoqat. Men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda un tarafini suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshda mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, men she'rdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana she'rga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qoldi, ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sana ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshda mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, men she'rdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana she'rga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qoldi, ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sana ehson qil, ey inson. Agar sen shu Qur'on kitob o'shabdan qasam ichaman. Xo'jayinimga xiyonat qilmayman. Anvarni o'ylamayman, xayolimga ham keltirmayman, Anvar bilan gaplashmayman, ham yuziga ham qaramayman. Etak boshqalarga ham voобще gaplashmayman, gapirmayman. Xo'jayinimga xiyonat qilmayman. Agar mabodo yeslicha boshqalar bilan gapirib qo'yib Anvar bilan gaplashadigan bo'lsam, bu Qur'on kitob Alloh tomonidan oilamga, onamga, singlimga, ikkala singlimga, momamga, bolamga va o'zimga tegsin. Agar men Anvar bilan xiyonat qiladigan bo'lsam, xo'jayinimga, bolamga ham tegsin, yetan o'g'limga ham tegsin, qarg'ishi nima bo'lsa bo'lsin, qarg'ishi.